Jarima balini boshqa bir odam nomiga o'tkazish. Bugungi videoyimizda jarima balini boshqa odamga o'tkazishni to'liq holatda video qo'llanma qilib noldan ko'rsatib beramiz. Video batafsil to'liq saytlarga kirib to'liq holatda ko'rsatib beriladi. Videoni boshlashdan oldin mehnatimizni qadrlagan holatda bitta like knopkasini bosib qo'yishni unutmang. Qani, ketdik. To'liq ko'rsatib beramiz. Jarima balini boshqa bir odam nomiga o'tkazish uchun mashina sizning nomingizda bo'lishi kerak. Diqqat qilinglar. Birinchi, mashina sizning nomingizda bo'lishi kerak. Ya'niki, mashina sizning nomingizda bo'lsa, hozir siz mana shu videoda keraksiz. Chunki hozir tizimga kiramiz-ku. Tizimga kirgan paytimizda siz skaner qiladi-da. Shuning uchun mashinaning egasi bo'lishi kerak. Boshqa bir odam bunday dalillar tasavvur qilib bersa, qilib bera olmaydi. Chunki mashinaning egasini yuzini skaner qiladi. Diqqat qilinglar. Mashina egasini yuzini skaner qiladi. Shuning uchun mashina egasi bo'lishi shart. O'sha odamning o'zi bo'lishi kerak. Ikkinchi, mashina egasining nomida sim karta bo'lishi kerak. Masalan, sizning nomingizda mashina, sizning nomingizda, o'zingizning nomingizda kompaniya tomonidan olingan sim karta bo'lishi kerak. Yuzga Beeline farqi yo'q. Nomingizda sim karta bo'lishi kerak. Uchinchi, o'sha MyGo ga kiramizda, MyGo ga kiritgan paytimizda nomingizda sim karta bo'lishi kerak shu. Keyingisi endi uchinchi narsa, shu mashina dokumentlari. Endi mashina nomeri tizimga kiritiladi-da, JSR, PSR, egasining pasporti ham kerak ekan. Egasining o'zi bo'lishi kerak, pasporti bo'lishi kerak, nomida sim karta bo'lishi kerak, JSR, PSRlar kerak. Tushunarli deymi? Boshdan aytaman. Mashina egasi bo'lishi kerak, o'zi real odam bo'lishi kerak. Ikkinchi, nomida sim karta bo'lishi kerak. Uchinchi, yonida egasining yonida pasporti bo'lishi kerak, JSR ma'lumotlar bilishingiz kerak. Elektronik ham bo'laveradi, farqi yo'q. To'rtinchi, mashina danilari kerak, nomer, po'mirlar. Tamom. Bu mashinaning egasiga kerak bo'lgan narsalar. Keyingisi, mashinani o'tkazib beradigan odamingiz o'zi kerak endi. Masalan, mashinani menga o'tkazib bermoqchi bo'lsangiz, o'sha men haydab yurgan bo'lsam mashinangizni, jarima balini menga o'tkazmoqchisiz-ku, to'g'rimi? Meni o'zim kerak, yoningizda turishim kerak. Nima uchun desiz, meni ham yuzimni skaner qiladi tizim. Tushunyapsizmi? Sayt bor-ku, skaner qiladi meni yuzimni ham. Shuning uchun meni o'zim ham kerak, o'sha mashina haydab yurgan odam ham kerak. Ishonch bildirgan odamiz kerak. Keyingisi, eng muhimi biz ishimiz bir kun kechikib ketishi shuning uchun keyingi narsa o'sha meni nomimda, ya'niki siz menga mashina o'tkazib beryapsiz-ku. Meni nomimda, o'zimning nomimda sim karta bo'lishi kerak. Chunki men ham tizimga kiraman-da. MyGo ga men ham o'zim ham kiraman. Shuning uchun men ham yuzimni skaner qiladi. Nomimda sim karta bo'lmasa, diqqat qilinglar. Agar nomimda sim karta bo'lmasa, tizim xato beradi. Bu odam tizimda ro'yxatdan o'tmagan deydi. Tushunarli? Shuning uchun kimga mashina o'tkazib bermoqchi bo'lsa, o'sha odamning o'zi kerak, nomida sim karta bo'lishi kerak, pasporti ham kerak uni. Pasport kerak o'sha odam deb. Chunki uni ham nos kiritiladi, JSR, pasport ma'lumot kiritiladi. Tushunarli? Mana shu danillarni yig'ib oldingizmi? Tayyormisiz? Endi men noldan boshlab o'rgatishni boshladim. Qani, ketdik. Videoga like bosmagan bo'lsangiz, endi bosib qo'ying. Shuncha ma'lumot aytdim. Ketdik. Mashinaning egasi Play Marketga kirsin. Diqqat, mashinaning egasi. MyGo programmasini ko'chirsin mana. MyGo ga kirsin, mashina egasi kiradi. O'zini nomida sim kartasi bo'lsa, mashinaning egasini MyGo programmasiga o'zini sim kartasi bilan kiradi. Kirish qilib, o'zini sim kartasi orqali tizimga kirib oladi. Agar mashinaning egasini MyGo bo'lmasa, men videosiyamda video qoldiraman, o'shanga qarab MyGo dan registratsiyadan o'tadi. Kelishdikmi? Mayda chiqadi yo'q tepada. MyGo dan registratsiyadan o'tish deb chiqadi. Noldan ro'yxatdan o'tish. Endi tizimga kiramiz. Ketdik. Mashinaning egasi qilyapti mana hozir. Dan nima edi? Mashina kim nomida bo'lsa, o'sha odam qilyapti. Tizimga kirgandan so'ng xizmat nomini kiriting deb turibdi. O'rtada poisk turibdi, ko'rdinglar? Mana xizmat nomini kiriting. Shuni bosib yozamiz. Xo'p, qidiruvga yo'l harakati deb yozsak, o'zi chiqadi mana. Diqqat qilinglar, men sekin yozyapmiz. Qidiruv bo'limiga u bilan yozamiz. Yo'l. Xo'p, harakati. Mana chiqdi, o'zi e'tibor bersanglar, yo'l deb yozgandan keyin bitta joy tashlaysizlar, preable to'liq yozish kerak edi. Xo'p, yo'l harakati. Pastdagi ekan, yo'l harakat qoida buzganligi uchun jarima balini boshqaga o'tkazish pastdagisi ekan mana. Yo'l harakat qoidalarini buzganligi uchun boshqaga o'tkazish. Bosasizlar. Keyin keyingisi knopkasi bosiladi mana. Endi bu yoqdan tanlaysizlar birinchi mana. Avtotransport tanlang deyapti. Birinchi e'tibor beringlar, shuni bosib, bu yoqdan mashina raqamini tanlaymiz. Xo'p, mana mashinaning raqamini tanlab oldik. Endi davom etamiz. Endi pastda egasini JSR chiqadi mana, ko'rib turibsizlar. Egasini telefon raqami plus yozilmaydi. 99 ming yozib ketaverasiz. 99 890 nechidir. Mana. Birinchisi mashinamiz tanlandi, e'tibor bersanglar. Mashinada ko'proq bo'lsa, ko'p mashina chiqishi mumkin-da. Shuning uchun o'zingizdan mashinani tanlab oldik. Endi bu yoqdan mashinaning egasini telefon raqamini kiritib olamiz. Telefon raqami kiritildi. Endi bu yoqdan mana yashash hududi chiqadi. Keyin yashash tumani. Endi keyingisiga o'tdik mana qilib. Transport vositasini boshqarish huquqini olgan shaxsning JSR. Endi narigi odam haqida, ya'ni kimga bergansiz mashinani, kimga o'tkazmoqchisiz jarima balini. O'sha odamni JSRni kiritasiz endi mana. O'sha odamni JSRni kirityapmiz mana. Tushunarli? Bu egasining ma'lumotlari tugadi. Endi kimga
o'tkazmoqchi bo'lsangiz, jarima balini o'sha odamni hozir данный moment JSHRni kirityapmiz. JSHRni kiritib bo'lgandan so'ng endi uni pasport seriyasi. Ya'niki o'sha jarima balini o'tkazayotgan odamingizni pasport seriyasi. Pasport seriya varaqami mana kirityapmiz. Mashina egasinikini o'z tepada avtomatik o'qib oldi, ko'rdinglar. Bu hozir o'sha o'tkazayotgan odamda JSHR bilan pasport seriyasi kiritilyapti. Endi o'sha mashina o'tkazib beradigan odamingizni telefon raqami, egasiniki emas. O'zi yozib qo'yibdi-ku, o'qib ketaverasizlar. Xo'p. Hozir telefon nomerni ham sekin kiritib olamiz. Videomiz sal uzun bo'lib ketayotgan bo'lsa xafa bo'lmaysizlar. Qo'ldan kelgancha harakat qilib, iloji boricha video qo'llanma qilishga harakat qilyapmiz. Chunki ko'pchilik ish tushadi hozir, yuzta qo'llanma ko'rmadim. Endi boshqaruv huquqini berish asosi nima deyapti? Bizda berish asosi ishonchnoma do'stlar. Biz ishonchnoma orqali berganmiz, shunday ishonchnomani tanladik. Endi qaranglar, javobgarlikning boshlanish sanasi deb yozilgan, ko'rdinglarmi? Bunday kalendar X yondagi kalendarni bosasizlar. X yondagi kalendar bosib bugun tanlanadi. Bugundan bugungi soat mana 10:00 bugun avtomatik mana bugun chiqadi. Kechadan qo'ya olmaysiz do'stlar, lekin bugundan qo'yiladi. Endi pastdagi tugash sanasi bor. X yondagini ham bosasizlar. Tugash sanasi do'stlar qachon bo'ladi? Siz ishonchnoma bergansiz-ku, o'sha ishonchnomadagi sanani qaraysiz. Sizga o'sha ishonchnoma berilgan-ku, o'sha odam ishonchnoma bergansiz. Ishonchnomaga qarasangiz, muddat yozilgan bo'ladi. Ishonchnomadagi muddatni o'sha javobgarlikda amal qilish muddatiga kiritasiz. Tushunarli? Ishonchnomadagi muddat 1 yilmi, 2 yilmi, 3 yilmi ishonchnomaga qancha berilgan? O'sha muddat kiritiladi. Yana buni X yondagi kalendarni bosib, hozir buni ham tanlab olamiz. Xo'p, tanlashni boshladik mana. Mana sana bizda ishonchnomamiz 2028 mi shunaqa edi. Shuning uchun hozir mana 2027 tepani sirgacha bossangiz mana o'tadi. Keyingisiga o'tadi. Xo'p, mana shunaqa qilib do'stlar, video qo'llanmaga qarab qilaverasizlar. Agar o'zingizlar qiynalsanglar, bir masalan, o'g'illarimi yoki bo'lmasa jiyaninglarga bersanglar, mana shu videoni qarab o'zi qilaveradi. Ammo joyi yo'q do'stlar. Lekin masalan menga tashab o'zingiz qilib beringsiz, qilib bera olmayman. Chunki skaner qiladigan joylari bor, aytdim-ku. Skaner qiladi tizim. Yana unga kirish kerak, MyGo'ga kirish kerak. Mana hozir MyGo'da turibmiz, ko'rib turibsizlar. Shuning uchun tushunadigan odamga qildirasizlar. Xo'p, bitta sanani tanlayapmiz hozir. Bizda 2028-yil, mana 2028 ga keldi. Sal o'tkazib ko'raverasizlar do'stlar videoni. Endi to'g'ri tushunasizlar. Professional montajchi emasman men. Xo'p, yanvar oyi mana soat o'sha bugungi soat bo'yicha o'z avtomatik chiqadi. Izoh deb yozibdi. Endi bu yoqqa izohga xohlasanglar yozasizlar, xohlamasanglar nimadir yozib qo'yasizlar-da baribir endi. Biz jarima bali deb yozib qo'ydim adashmasam, eslolmayapman. Keyin faylni tanlang deyapti do'stlar. Fayl bo'lsa o'sha ishonchnomani rasmga olasiz-da. Ishonchnomani rasmga olib, o'sha fayl tanlab olsangiz bo'ladi. Keyin yuborish knopkasini bosasiz. Yuborish knopkasi chiqadi mana do'stlar. Endi tepada hozir aytaman endi. Nima ekan? Xatolikni oldini olish uchun ma'lumotlar tekshiryapmiz. Ma'lumotlar ro'yxatdan o'tmagan, nogironlik yo'q, o'zi avtomatik chiqdi do'stlar. Xo'p, hozir endi davom etamiz. Xatolikni oldini olish uchun mashina egasini telefon raqami do'stlar. Hozir mashina egasi ariza beryapti-yu. Shuning uchun mashina egasini telefon raqamini bu yoqqa kirgizib olasizlar do'stlar. Xo'p. Telefon qilib olish mumkin-da. Telefon kiritildi. Endi ma'lumotlarni tekshirib chiqyapmiz. Yuborish knopkasi bosiladi. Qani ketdik. Yuborish knopkasi bosilgandan keyin keyingisi bosiladi yana. Bu yoqdan endi bo'ldi do'stlar. Egasi qilinadigan ish tugadi. Bu hozir egasi tomonidan ariza berdik-ku biz. Endi narigi taraf qabul qilish kerak. Ishonchnoma bildiradigan odamimiz bor-ku. Bo'ldi, bu telefon tugadi. Endi o'sha narigi odamni chaqirasiz. Aytdim-ku, videoning boshida odam bo'lish kerak edi. Endi qolgan ishlarni narigi odamni do'stlar telefondan davom ettiramiz. Tushunarli? Narigi odamdan davom ettiriladi. Bu yoqqa endi bosib bo'lmaydi. Endi menga o'tkazib berayotgan bo'lsangiz, mashina jarima balini men o'zimni telefonimdan davom etaman endi. Ketdik, hozir narigi telefonni olib kelaman. Narigi telefondan, bundan emas, narigi telefondan. Bu yerda turib turadi. Diqqat qilamiz, ketdik narigi telefonga. Mashina meni nomga o'tyapti jarima bali, shuning uchun MyGo'ga men o'zim kiraman. Ya'ni o'sha odam o'tkazayotgan odam kiradi. Olayotgan odam. Bu yoqda tepada do'stlar mana qo'ng'iroqcha turibdi. Tepada sirka men ko'rsataman mana. O'sha e'lon ham keldi. Uni ustiga bosish shart emas. Mana turibdi, qo'ng'iroqcha turibdi. Ko'rdingizmi? Sirka ko'rsatdim. Sirka men ko'rsatdim. O'sha qo'ng'iroqchani ustiga bosinglar. Qo'ng'iroqcha ustiga bossanglar, mana chiqdi. Boshqaruv huquqini berish. Och knopkasini bosasizlar. Tushunarli mana. Och knopkasi bosiladi. Skaner qiladi yuzini. Tasdiqlash knopkasi bor. O'sha jarima balini olayotgan odam tasdiqlash knopkasini bosadi. Qani, hozir birgalikda bosamiz. Yuzini skaner qiladi. O'sha jarima balini olayotgan odam o'zini yuzini skaner qiladi. Demak, qani do'stlar, skaner qilishni boshladik. Davom etamiz.
Xo'p, qani, mana tasdiqlash knopkasi bosiladi hozir. Yuz skaner qilinadi. Shuning uchun aytdim-da, shu ikki taraf ham kerak o'zi deb. Mana yuz skaner qilishni boshladik do'stlar. Hozir skaner qilyapti. Endi video montaj qilishga sal erindim, to'g'risi xafa bo'lmaysizlar. Xo'p, skaner qilib bo'lingandan keyin bo'ldi. Jarima balini olishni men tasdiqladim degan buyruq do'stlar olindi. Endi nima qilamiz? Endi boyagi egasini telefoniga qaytamiz. Egasini telefoniga, ya'niki haqiqiy mashinaning egasi bor edi-yu. O'shanga qaytamiz. Bu endi ish tugadi bo'ldi. Mashinani jarima balini qabul qilib oldi bu odam. Endi bu bilan tugadi. Boyagi birinchi telefonga qaytamiz. Ketdik. Endi keyingisi knopkasini bosamiz. Boya ishimiz chala qo'ygandi, esinglarda bo'lsa. Nari telefon ketuvdi-ku. Keyingisi knopkasi bosiladi. Bu yerdan to'lov qilish chiqdi mana. To'lov summasi bor, qanchadir edi. To'lov knopkasini bosamiz. Hozir do'stlar, 1-2 sekund kutib turasizlar. Video sal sekinlashtirilgan. Xo'p, o'tkazib ko'rsang ham bo'ladi. Bu yerdan paymentni tanladim men. Xohlagan to'lov usulini tanlasanglar bo'ladi. Biz shu egasida payment bor ekan, shuning uchun payment to'lov tizimini tanlashibdi. Bizga video tashlab berishgan do'stlar. Bu videodagilar biz tanishimiz emas. Video shunaqa qilib bir qo'llanma qilgan deb tashlab berishibdi. Xo'p, demak, payment to'lov tizimini tanlashibdi ular. Payment bosildi ustiga. Endi bu yoqdan do'stlar, mana davlat xizmatlari uchun avtomatik chiqadi. 37 ming so'm to'lov bor ekan. Keyingisini bosib, bu yoqdan endi karta raqam kiritasizlar do'stlar. Shu любой karta bo'laveradi. Menimcha endi egasini kartasi bo'lsa yaxshi ekan do'stlar. O'zingizlar kartalar bo'lsa, o'zingizlar kartalardan yechib oladi. Bitta karta ma'lumotlarini kirityapmiz. Keyin kartani amal qilish o'sha yil yoziladi, keyin tasdiqlash, SMS xabarnoma keladi, egasini telefoniga keladi do'stlar, bilasizlar. Ruxsat berish, xullas, любой menimcha karta qilsanglar bo'laveradi. Xullas to'lov qilsanglar bo'ldi-da. Endi egasini o'zining kartasi bo'lsa yaxshi. Tasdiqlash bo'ldi, to'lov qilindi do'stlar. Ish bitdi, tamom. Endi bizga nima qilishimiz kerak, nima edi? O'sha ruxsatnomani olishimiz kerak. Endi bu jinoyat o'tirish shart emas shunga. To'lov qilindi. Endi tizimdan polni chiqib ketasizlar-da, polni chiqib ketib boshqatdan Maygoga kirasizlar. Boshqatdan Maygoga kiryapmiz do'stlar. Polni chiqib ketinglar Maygodan. Polni Maygoga chiqib ketib, boshqatdan skaner, parollarni kiritasizlar, shuni qorayib qoldi. Parolni tizimga kirgandan keyin tepadagi 3 ta chiziqni bosasizlar. Tepada 3 ta chiziq bor. Arizalarim degan bo'lim bor. Birinchisi mana yo'l harakat qoidasini buzish. Ochsanglar, mana arizani natijasi deb yozib qo'yibdi. Arizani natijasi degan islam tayyorlandini bossanglar, mana uje to'langan deyapti. Ariza natijasi degan knopkani o'zi bosamiz. Bo'ldi. Ustiga bitta bosib, bemalol kirib, mana hujjatimiz tayyor do'stlar. Shu bilan jarima ballarini boshqa bir odamga o'tkazib berdik. Endi qo'ldan kelgancha do'stlar o'tkazishga harakat qildik. Qo'ldan kelgancha video qo'llanma qildik. Bu ham to'g'risi oson bo'lmadi. Shuning uchun videoga bitta like bosinglar, yordam kerak bo'lsa